Mushuk voy. Ha ketdi, yur. O'lib qolmagin yana. Tak, qaysi missiyani bajaryapti? Ha, ana uni yeyishimiz kerak edi. Lekin men yemoqchimasman. Shuning uchun kadr ortida. O'g'lachilar, men buni qila olmadim, lekin kadr ortida yeganim yo'q. Lekin hozir qora qo'y ko'rib qolib keldim masjidga va bitta rangga ega bo'ldik. Yana biz 10 ta yo'q, 16 ta bo'lsa to'g'ri, 10 ta rang kerak va men hozir mol ko'rgandek bo'lgandim. Mol bu dunyoda yo'q ekan bu. Men ko'rganlardek mushuk o'rgatdim. Suvman qolib ketdi. Cho'chqaning bolasi-yu. Darajang kerak ekan. Stop, sen hali meni o'yinga kelgan bola. Darajang yo'q-ku. Mushugim ezib ketdimmi? Tak, ketdik. Mushuk. Ke. Ani bilim bo'lganda ism qo'ygan bo'lardim o'zimni mushugimga atab. Da obunachilar, umuman cho'chqa go'shtini yemayman. Mushuk kir. Ko'r, yo'qol, boshqa joyda o'yna. Uxlashim kerak. Hozir mushuk bilasizlar, mana biz bilan birga yotadi va bizga kechasi sovg'a keladi. Hozir menda nimadir yo'q. Yo'q. Ha, ikkita kamon o'qi yo'q edi, ashinab ketdi. Va pishim malades mushugim. Ketaylik. Mahalliyam yonyapti ekan. Nima qilsak ko'p qo'yamiz. Va baliq ovlashga ketamiz. Chunki baliq bo'zay qalisa 1 2 3 hammasini yeb qo'ydim. Molda baribir. Mol baribir mol. O'yinda ham mol, hayotda ham mol. Mana deyishsa yo'qmikin? Tushamiz. O't bor ekan. Sen ukam endi menikisan. Yeysanmi? Maza. Ketdik yana. Stop, sen qo'yga qamab qo'yishim kerak edi. Ha, mayli. Stop, yana bitta missiya bor shekilli. Ana maki. Ana. Maki. Qansan, ko'zim ko'rmayapti uni. Qochapti. Ana. Oldik va endi ko'ramiz missiya bajarildimi yo'qmi. 18 ta qilib qo'yibman, boy 15 edi, to'g'rimi? Ha. Bu cho'chqa go'shti yeyibman. Ha, to'g'ri, boy yegandim boya. Lekin mushuk o'rgatdim, to'g'ri. Va menga mushuk kallasi yaragan. Tak, vot to'g'ri. Va normalli. Hozir yana ikkita bajarsak 20 ta bo'ladi. Shu bilan missiyamiz. Shu videomiz tugadi va men bunga ya'ni 1 soatcha vaqt sarflabman. Va bu foydali, to'g'ri. Men 3 kun yashadim hali. Men hali ancha yashashim kerak. Yeysanmi? Maza qil. To'pon yemaysanmi? Yo'q, zaharli. Lekin buni foydasi bor. Va biz nezirga ham bormoqchi edik.
yana bitta ikkita yig'sam yangi mishiq o'rgataman. 2 ta mishig'im bo'ladi. O'zi narganda 20 ta edi. Hozir yana ko'ramiz. Nechta ekan? Basket va mana menda hozir men mishig'imga bitta mishiq o'rgatdim. Va men hali 20 ta mishiq o'rgatishim kerak. 19 ta bajaribman. Yana nima qildim hozir? Da, to'g'ri. Da, hozir yana bitta bajarsak bo'ldi. Da, o'zim bilmagan holda sizlar bajarib qo'yibman. Ketdik, yana bitta mishiq o'rgatamiz. Mishiqcham ketdi. Yangi mishiq o'rgatamiz, mishiqlar ko'payadi. Mishiqning foydasi juda katta, bilsanglar. Da, yana bir narsani sinab ko'rmoqchi edim. Yangi versiya chiqadi betada. Unda nayza bilan yangi moblar qo'shilar ekan. O'shani ham o'ynab ko'ramiz agar men telefonim yuklay olsa uni. O'lasan. O'lma. O'lasan jinni tushmaydi. Uzr kechir. Jinni o'lasan, qanday oson bo'ladi? O'lasan. O'lding uka. Qimirlamay tur. Mana suvi tushar ekan. Mayli, endi bildik. Suvi tushar ekan. Mushuk ot. Ana ismi nima edi? Mol. Mol topganim uchun o'ylabman. Chunki yana bitta mol ko'rgandim. Da 27 ta. Va hozir uni molni o'rgatamiz desam mushuk ko'rib qoldim. Mol. Sen molmisan? Qo'rqomdan yo'q. Tak bu mollarni boqolmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa ketib qoladi. Ketgandan keyin topolmayman vashi. Uni bola qishloqning bolasida bu portalonda o'ynayapti. Tushib ketsa yana men uchun o'yinchi bo'lmoqchi shekilli. Tak, bu orada mushuk topolmadim. Ko'ringiz, mol yurdi orqamdan, mol qolib ketdi u yerda. Mushuk kerak. Mushukni o'rgatish yomon qiyin-da. Va bu yomon qiyin, eng qiyini mushuk o'rgatish. 20 ta mushuk o'rgat deb missiya qo'yibdi. Qarang. Juda ham qiyin-da. Hozir 20 ta mushuk o'rgatib, keyin videoni tugatamiz. Yoki tosh kavlasak ham bo'ladi, eng osoni. Tosh kavlash zerikarli-da. Stop. Menda 2 ta temir bor edi. Hozir qo'ydi junini kesganga ham missiya bor, hozir shuni bajaramiz. Va shu bilan videoni tamomlaymiz. Bu Let's Play'ning birinchi qismi bo'ladi. Hali ko'p narsalar qilishimiz kerak. Keyin o'zimga bargli uy ham quraman. Ha, mushukjon. Ketdik, yangi mushuk o'rgatishim kerak. Sabzi yeyishim kerak. Qo'ylar chof kelishim kerak. Qishloqlar o'zi bilan savdo qilyaptimi o'zlari?
Bu tabiiy olmaz endi. ikkita mol. Bitta misiya tayyor. Demak, keldim. Senga kayf qil. Qo'shmayman. Men kuchayganman. Tak, yana bitta misiya bor. Tak, endi bitta shuncha narsa bor ekan, bilmagan ekan. Hozir endi qo'y kerak menga. Hozir mana shu yerda bitta ikkita qo'y yuradi, ya'ni ikkita qo'y yuradi. O'sha qo'yga qayerga ketdi ekan, nima? Teleportatsiya bo'ldimi ekan? Qayerda ekan bilmayman. Har holda endi bitta qo'y kerak. Mushuk. Ha. Hozir to'xta, men yerda mushuk ko'rdim ekan. Stop, to'xtagin, iltimos, to'xta. Iltimos, sekin. Ketib qol. O'yinim qotib qoldi. Mana. Menga emas, o'zing uka, iltimos kelgan. Shu keyingi videoda 20 ta mushuk o'rgatishim kerak. Iltimos yordam berib 18 bo'lib qolsin hech bo'lmasa. Mushuk qayergacha quvdirar ekan meni? O'rgata olmayapman hech. Tutiladigan joyingdan bormi ekan seni? Bu mushuk Minecraft'da 5 panjasi deb bilar ekan shekilli, qochib ketyapti. O'zim yeb qo'yaman manki. Mayli, demak mushuk qo'yish degan missiya ham bo'lganda normallik bo'lardi. Pochoq. Mana. Tak, endi metro yetyapti. Mana qilsam mana bo'ladi. Mana. Kis. Mushuk olab yuribman. Ke. Iltimos kelgan. Iltimos, hech bo'lmasa sen o'rgatib olay. Mana shu bilan videoni tugataman. Vaqtim mushukga o'lash bilan o'tib ketdi-yu. To'xta, iltimos deyapman-a, ukam. Suv qo'yvoraman keyingisida, shuni qochib ketolmaydi. Ketdik, mushuk ovlaymiz. Yomon qocharkan, yomon. Kelishingni qochyapti. Shu biron joyga tutilib qolganingda edi, yomon ko'rish bilan. Yedirolmayapman, ekan. Ketdim, uxlayman. Kech bo'ldi. Uxlaganim yaxshi. Bu sodda video bo'ldi, qiziqarli. Ukam, sen bu safar ham uxlamaysan. Sen ko'p uxlagansan. Uyg'ondik va bizga mushugim 3 dedi. 3 ta o'qot. Kamon o'qot 3 ta o'qot. Normal. Chiqmasang qoch. Jonim bolam qoch. Qoch, men bu chopaman. Ko'rding, senga pichog'im tegib ketdi. Juda o'tkir pichoq bo'lib, juda o'tkirligidan juda o'tkirdir. Tak, o'zimcha chopamiz.
20 ta bo'lgan bo'lsa, sizlar bilan xayrlashamiz. Bu let's play'imiz 20 ta qoldi. Yana qaysini bajardim hozir? Da, to'g'ri. 16% bajaribman. Demak, obunachilar, missiyalarimiz 20 ta bo'libdi. Xullas, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz shu oy oxirigacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Keyin 1000 ta bo'lishimiz kerak. Xullas, hammaga xayr. Bu let's play'ning birinchi qismi bo'ldi. Keyin ikkinchi qismida ko'rishguncha. Ikkinchi qismi 10 talikdan keyin chiqadi. Xayr.